shaxsning qimmati barg'ansiri gavdalandi. Shu sanoat inqilobidan keyin shaxs bilan cho'ng shirkat, tandu kollektiv, butkul jamiyat shuning munosabatida izchil bir o'zgarish ham raqobat shakli olib keldi. İlgirki vaqtlarda yezigilikninki alayidligi bilan bu shaxsninki amgigi, shaxsning qimmati ilgari bak chiqadi. Lekin bu shaxsga taqilib qolgan vaqtida u chaqda fan texnika, sanoat taraqqiy qilmagandan keyin bu yerda shaxsning qimmati shu bir odamning qimmati bilan chiqqandan keyin bu yerda hassilnib taraqqiy qilgan mandaq vaziyat borligi kelgan. Keyin ilm-fan inqilobi bo'ldi, sanoat inqilobi bo'ldi. Sanoat inqilobininki ilm-fan bilan qo'shilishi bilan bu yerda hassilnib taraqqiy qilgan mandaq vaziyat borligi keldi. Yaqinqi 200 necha yildan beri mushu asosi melodiya bo'ldi-da. Hamda keyin internetning taraqqiyoti bilan sanoatning ham bir ko'tarilib, yana bir tangshildigan, muqimlandigan yoki sanoatning o'ziga tushliq bir kamchiliklari gavdalanadigan davrning yetib kelishi bilan hozirgi davrda shaxsning qimmati yana bir qitim gavdalanadigan vaziyat shakllandi. Hamda butun dunyoda mandaq 3 cho'ng o'zgarish bor. Birinchisi Zhongxinhua deymiz. İlgari mushu ma'lum bir narsani markaz qilgan, zavodni, shirkatni, kollektivni markaz qilgan mushundaq ishlab chiqarish shakli bag'ansiri Finsanhua deydigan, tarqoqlashadigan, shaxsga to'g'rilanadigan. Mana mushundaq ishlab chiqarish shakliga qarab taraqqiy qildi. Masalan, cho'ng shirkatlar, Tangshun deymiz, Alibaba deymiz, Douyin deymiz. Gerçi bir jihatdan bular bir Zhongxinhua holatda bo'lsa-mu, lekin her bir odam bilan odamning uchrashishi yana shu tarqa holatda odam bilan odamning to'g'rilanish shaklida ketadi. Bu ilgirgidek zavod davridagi, sanoat davridagi andaq Zhongxinhua bilan hozirgi Zhongxinhua o'xshamaydi. Hozirgi bu süpüt tafakkuri, Ping Taihua deymiz. Masalan, Tangshun deymiz, Douyin deymiz, Alibaba bular nima qilib berdi desa, bular bir sahna hozirlab berdi. Süpa hozirlab berdi. Moşunun üstüde sansızlagan şəxs bir yerdə hərəkət qılıbdı. Demək, mayada şəxsinin ornu bilan çoğ şirkətinin ornu əməliyyatda tənləşdi. Gerçi bu süpü olmasa bu şəxslərmi olmaydigan mandaq münasibət bolsa-mı, yəni muşu şəxslər bolmasa-mı, yəni bu çoğ şirkətlərmi olmaydı. Demək, qaydadan internetninki alayidligi bilan Chu Zhongxinhua degan narsa gavdalanıbdı. Şəxsinin qiyməti çıxıbdı. İkinci mesele. Pulning qimmati. Pul azaldan bu insoniyat jamiyatininki boyliqni o'lchash bir o'lchimida. Hamda hozirgi zamon jamiyatininki pul muomala alayidligini aytgan chaqda bag'ansiri kengayotgan pulning paxallishi, pulning ko'p besilib ketishi. Buni to'sab qog'ilmayotdi. To'sab qog'il bo'lmagandan keyin oxiri berib bu pul ziyoda paxallashib jamiyatdagi boyliqni qimmat o'lchimi o'zgarib ketdi. Oxir kishilar yana qaytadan masalan oltin deymiz, konkret odam, konkret bino degandek ko'gili bo'ldigan, tutquli bo'ldigan mana shundoq boyliqlarga yana qaytadan qiziqadigan bunday ahvol shakllandi. Ham nima degan chaqda pul ziyoda pishanglashib ketganligi uchun, ko'piklashib ketganligi uchun bu pul hamda jamiyatning haqiqiy boylig'ini o'lchashda o'lcham bo'lolmay qoladigan. Bunun bilan ölçügülü bo'lmaydigan. Mandaq ahvol shakllandi. Masalan, Shangshu Gungsi deymiz. Paycheki bozori. Bularning qimmati reallikdagi haqiqiy boylik bilan bir ölçügülü bo'lmaydigan. Mandaq ahvol shakllangandan keyin kishilar jamiyatning boylig'ini o'lchashda yana qaytadan asliga qaytib, buningdan keyingi yana bir o'zgarishda odam qaytadan shu boylikni o'lchaydigan yangi bir boylikning o'lcham shakliga aylanadigan. Mandaq bir ahvol bor. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqalashing. 3-masala. Hozir ko'pchilik anglayotgandek, rangongchining sun'iy idrokning taraqqiyoti shiddat bilan kelyapti. Bu sun'iy idrok taraqqiy qilgan sari kishilarni yana qaytadan o'yga soldi. O'yga solib, kishilarning nurg'un qaytalanma emgaklarini yoki jismoniy emgaklarini bundan keyin mashina odam shallab o'tadi. Shallayotgandan keyin oxiri verib nima bo'ldi desa, hamda odam eshib qolsa, odam nima qiladi? Odamninki mashinadan ortiqchiligi nima? Odamning nima afzalligi bor? Bu masala o'tirib chiqdi.
chiqqandan keyin endi odam texmi bak odamga qaytish kerak, odamga o'xshash kerak. Masalan, mashinada nima yo'q? Mashinada hissiyot yo'q, mehr muhabbat yo'q, do'stlik yo'q. Manaslar yo'q-da, madaniyat, san'at yo'q. Ammo mashinada kecha kunduz ishlamaydigan, charchamaydigan badan bor. Demak, insonlarning bundaq qaytalanma jismoniy emgikini mashina egallab ketadi. Lekin odamning ro'yi, jismi, kayfiyati, madaniyat, san'at, qiziqishi mandaq narsalarni mangu mashina egallab ketolmaydi. Unda bo'lgandan keyin odam bilan odamning munosabati, odamning ma'naviy qimmati, qatorliq ma'nolarga munosabatlik ishlar qaytadan endi ko'tarilib, odam unda bo'lganda mashina qilolmaydigan qandoq ishlarni qilish kerak degan narsa o'tirg'i chiqyotdi. Demak, odam bag'ansiri endi odamga o'xshash kerak. Mashinaga emas, odamga o'xshash kerak. Bu vaziyatmi yana ishtirib apirib, buningdagi shaxsning qimmati, shaxsning kayfiyati, shaxsningki ma'naviy dunyosi bu narsani texim muhim o'ringa apirdi.